Yozda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionati yangi formatining sovrin jamg'armasi e'lon qilindi. Gap salkam 1 milliard yevro haqida ketmoqda. Xullas, umumiy sovrin jamg'armasi 925 million yevro. Turnirda ishtirok uchun bonuslar har bir klubga 35 million yevroga qadar. Bu kafolatlangan summani siz ushbu suratda ko'rib turgan Yevropa jamoalari olishadi. Boshqalarda esa biroz kamroq. Guruh bosqichidagi barcha o'yinni yutgan klublarga yana 6 million yevrodan berishadi. Nimchorak final qatnashchilari 7 million yevrodan, chorak finalga yo'l olganlar esa yana 12 millionni qurtday sanab olishadi. Yarim finalgacha yetib borgan kuchli to'rtlik 20 million yevro ishlasa, omadli ikki finalchi yana 28 million yevroga boyiydi. Finaldagi g'alaba esa g'olib jamoaga 37 million yevro taqdim etadi. Umumiy hisobda bir klub maksimal ushbu turnirdan 145 million yevro bilan ketishi mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ushbu turnirning sovrin jamg'armasi 925 million yevro. Taqqoslash uchun Qatarda o'tgan mundialning mukofot puli 400 million yevrodan sal oshiqroq bo'lgan. Xo'sh, sizning fikringizcha, yangi formatdagi klublar mundialining ilk g'olibi kim bo'larkan?